Assalomu alaykum dunyoning har qaysi yerga qarindoshlar hammalarniki hozir vaqt xayrli bo'lsin. E, Biroz burun biz programmani boshlagan to'q. Afsus texniklik masala chiqib uzilib ketib qoldi. Shunlashqa qaytadan boshlashga to'g'ri keldi. To'g'ri tushunishlarni umid qilamiz. Bugungi programmamizda Uyg'ur akademiyasi tarafidan ta'sis qilingan yosh tadqiqotchilarga berilgan mukofot to'g'risida to'xtalamiz. Fan texnika medal mukofoti. Bu mukofot kimlarga berildi? Nima uchun ta'sis qilingan? Berishning shartlari nima bu to'g'risida to'xtalamiz. Shundaqla 2020 yili bu mukofotga loyiq ko'rilgan ikki yosh tadqiqotchilarimiz var. Bu tadqiqotchilarimiz bilan tanishib chiqamiz. Oldi bilan bugungi programmamizdagi mehmonlarni tanishib o'tay. Shveysariyadan doktor Abdushukur Abdurashid efendi. Abdushukur aka, programmamıza hoş geldiniz. Assalamu alaikum. Rahmet, hoş bulduk. Aleykümselam. 2020 yıllık Fan texnika medali mukofotiga erishgan ikki qarindoshimiz bugungi bu programmamizda qatnashdi. Bu qarindoshimizdan birisi bo'lsa doktor Aysajon Abidin. Aysajon, programmamizga hoş geldiniz. Assalomu alaykum. Ko'pdan ko'p rahmat. Assalom. Yana bir qarindoshimiz bo'lsa doktor Ruqiya Matsidiq. Ruqiya, programmamizga hoş geldiniz. Hoş bulduk. Selam. Ko'p rahmat. Assalom. Oldi bilan hammalarninki qimmatli vaqtini chiqarib bugungi bu programmaga qatnashganliginglar uchun ko'p rahmat aytamiz. Unda bo'lsa biz programmani bu mukofot to'g'risida boshlasak, bu mukofot nima uchun ta'sis qilingan, kimlarga berildi, bu to'g'risida Abdushukur akam qisqacha bir tushuncha bergan bo'lsa, Abdushukur aka, marhamat. Assalamu alaikum. İkra aldığıdaki barlıq qarindoshlar. Hammalarning shu vaqtingiz xayrli bo'lsin. Biz Uyg'ur akademiyasiningki shu 2000 yillik 2020 yillik xizmat planlarining ichida muhim xizmatning bir sifatida shu tabiiy fan sohasida oldin qatordagi texnikalarda xizmat qilayotgan tadqiqot elib berilgan yosh tadqiqotchilarimizni tonib chiqish, ularni shu keng yetilib chiqayotgan yosh o'smirlarimiz, yoshlarimizga rag'batlantirish, ham yosh tadqiqotchilarning qilayotgan xizmatimizga bo'lgan oz bo'lsin o'zimizning minnatdorligini bildirish, ularning texnik ko'p natijalarni yoritishiga rag'batlantirish, ham ularningki qilib chiqqan xizmatlarga bo'lgan o'zimizniki rahmatimizni bildirish uchun shunday bir programmani o'rlashtirishni qaror qilgan. Endi biz xalqimiz bugungi kunlikda ig'ir zulmatli kunlarni boshdan kechiryapti. Endi biz shu yoshlarimiz orqali aramizda bo'lib Turkiyada va boshqa joylardagi o'smirlarimizga bir pozitiv energiya bera olsak, ularga ulgu yaratadigan bir shaxslarni ham bizni tanig'ash, ham ularni tanitqash, shunday bir xizmat qilsak, kelgusidagi shu tadqiqot sohasilari bo'lib, tabiiy fan sohasidagi torlashgan bir ziyolilarimizningki shunday bir muhitining barpo bo'lishiga ozroq bo'lsin kuch chiqara olsak, shu xizmatlarimizningki shu xalq tunib bergan xizmatlarimizniki birisi bo'lsa, başını muzokara qilgandan keyin biz buni oldi bilan shartlarni muzokara qilish orqali bekitdik. Undan keyin ijtimoiy taratqularda, torlarda bu to'g'riliq tashviqotlarni olib bordik. Undan keyin shu bo'libmi oldingi yilning oxirlarida iltimos materiallarni topshirib olgan bo'ldik. Ama bizniki birsiga mukofot berilgan sonimiz cheklik bo'lganligin, uning ustiga shartlarimizni biroz yosh cheklama degandek shartlarimiz bo'lganligi uchun bu sharaf shu ekran oldidagi ikki qarindishimizga nasib bo'ldi. İşençim komil bu mukofot egisini topdi deb qarayman. Mush orqali biz o'zimizningki rahmatimizni bildira olsak, ham shundaqla ekran oldida turib ko'rayotgan yoshlarimizga, o'smirlarimizga bir ilhom xarakterlik bir ishni qilib beradigan bo'lsak, o'zimizga xushallik his qilamiz. Rahmat.
Sizga rahmat. Haqiqatan yaxshi bir mukofot o'tdi. Har qaysi davlatlarniki, millatlarniki, cho'ng tadqiqot markazlariniki mushunga o'xshash yosh tadqiqotchilarni rag'batlantirish, ularniki buniki tadqiqot yo'llariniki texmo yo'riq bo'lish uchun mushunga o'xshash tadqiqot mukofotlarini berildi. Bu mukofotning ta'sis qilinishi cho'qim bizningki yosh tadqiqotchilarimiz uchun muhim ma'naviy ozuq bo'ldi deb qarayman. Unda bo'lsa, bugungi ikki aziz mehmonimiz bilan tanishib chiqamiz. Albatta bu ikki qarindishimizningki o'qish hayoti, tadqiqot hayoti to'rbetda e'lon qilindi. Uyg'ur akademiyasi to'rbetda qaragan bo'lsa, tafsiloti bor. Shundaqdimi, barliq ko'rarman do'stlarniki tafsiliy tanishib chiqish uchun bugungi bu programmamizni o'rinlashtirdik. Chunki bu qarindoshlarimizniki shundaq tirishchilarligi o'qishni oxirigacha o'qib, millatimizga shon sharaf keltirganligi hammalarga ilhom bo'lsa degan maqsad qildik. Hamma shunda bo'lganga ishonchimiz komil. Unda bo'lsa biz oldi bilan mush mukofotga erishgan qarindoshlarimizning biri bo'lgan doktor Ruqiya bilan boshlasak. Doktor Ruqiya to'liq kurs va magistr aspirantlikni Atalmış Şinjan Üniversitesi'ndeki Ximiya institutu, Ximiya ve Sanat institutu okuyan ve bitirgen. Keyin Atalmış Şinjan Tibbi Üniversitesi'de yardımcı tadqiqotchi olib ishlagan. Oxirida o'ziniki davomli o'qish maqsadida Jejan Üniversitesida doktorlik qabul qilingan. Keyin chetda o'qishni qaror qilib, Germaniyaga o'qish mukofoti bilan berib, doktorlikni tugatgan. Keyin Yaponiyada doktor ashcha tadqiqotchilar shug'ullangan kesibniki oxirigacha borgan qarindoshlarimizniki biri. Unda bo'lsa, men so'zni Ruqiyaga bersam, Ruqiyaniki mush o'qish hayoti, uningdagi xizmat to'g'risida tanishib chiqamiz. Ruqiya oldi bilan muborak bo'lsin. Bu mukofotni sizga muvaffaq bo'libdi. Albatta, Abdushukur Kama deb o'tib ketdi. Buni iltimos qilganlarning ichidan eng muvaffaq bo'lgan qarindoshimizni tanlab chiqib, sizlarga muvaffaq bo'lgisi, albatta bu cho'ng bir ilhom bo'ldi deb qarayman sizlarga. Sizningki shu vatanda to'liq kurs magistrlik o'qib, endi ichkirda doktorlikni boshlab, keyin chet elga chiqishingizga asos sabab nima bo'lgan? Albatta vatanda ayollarniki masalan sirtga chiqib o'qishda cho'nglarniki ensirishi yalğız qiz bola qanday o'qib qoladi deydigan ahvollar bo'ldi. Undan keyin ba'zilar o'zimi qo'rqaydi. Mushuni jasorat qilib chiqarganlar intayin az. Siz mushlarning ichida bir bo'lsiz. Sizga mush vatan sirtida doktorlar o'qishga, davomli o'rlab o'qishga sabab bo'lgan asosli omillar nima? Mush to'g'risida biza to'xtalib bergan bo'lsangiz rahmat. Ko'p rahmat oldi bilan Uyg'ur akademiyasining mening tadqiqotlarim hozirgacha bo'lgan garchi ko'narlik bo'lmasa-mu yana shularni e'tirof qilib bu mukofotni menga berganiga ko'p tashakkurlar. Buni aytdi menga bundan keyin ham ilhom bo'ldi deb qarayman. Shuning uchun ham tirishman. Ko'p rahmat. Endi shu ayni vaqtda birinchidan har qanday odam bir ishni qilganda cho'qim vaqti o'zi qaror qildi oxirida. Shunday. Mening bo'lganda birinchi sabab yana o'zimningki shu o'qishgan vaqtlardan boshlab chet elda o'qisam ekan deb. O vaqtlarda shu ba'zida shu Aysajonga o'xshash chet ellarda o'qib, ta'minlashlarda kelib, shu har xil doktorlarni berdiganlarni davomli berib anglaydik. Shularni anglab, taxmin ilhomlanib shu birinchi omil deb qarayman. Undan ikkinchi omil shu albatta aileniki qo'llashim bek muhim deb qarayman. To'g'ri. Lekin dastlabida mening opam uyliklar toza qo'llamagan, lekin bir aloq bekrek tushuntirib qilgandan keyin undan rasmiy qo'llagan. Shunga to'g'ri ailemdagilarning qo'llashi, undan do'stlarimning, bularmi o'qituvchilarimning taxmi ilhom berishi bilan shu qarorga kelib o'qib shu bo'yicha mushkul keldim deb qarayman. Undaqda sizningki oilangizmi cho'qim o'qimishli bir oila. Sizningki oxirigacha o'qishingizga
yordam qilgan, qo'llagan. Albatta, vatan sirtida o'qish to'g'risida mayli o'g'illar bo'lsin, mayli qizlar bo'lsin, cho'nglar biroz o'ylashi to'g'ri keldi. Chunki bizdan uzoq qoladi, keyin ishlar qanday bo'ladi degan narsani o'ylaydi. Nasıl shu siz qanday bir oilada cho'ng'ildingiz? Mening ota-onam har ikkisi o'qituvchi edi, to'liqsiz o'tirgan. To'g'ri. Ondan biz 6 bir tuqqan, ondan meningki boshqa bir tuqqanlarimning hammasi shu to'liqsizni bitiriblar, ondan keyin texnik xo'jansdan maktablarda o'qib, ondan ko'p qismi o'qituvchi, doktor degandek xizmatlarni qilgan. Shu uyimizda men shu birla uyning eng kichiki shu ondan shu üniversitede o'qigan men birla bo'laman. Uyning eng kichik bo'lgandan keyin uyliklar yana birisiga meningki o'zimning qaroriga bek hurmat qildim. Shu to'g'ri shu uyliklarning qo'llashi bilan ondan shularninki har jihatdan ilhomlantirish bilan shu o'qish davomlashtirib keldim. Baya bir narsani deb o'tib ketdingiz, o bek muhim. Siz bolaning kichik ekansiz, undan keyin siznikidan burunqilar masalanki vatanda bordi, o'ttir texnikum deydigan maktablarda o'qib, to'liq siznikilar imtihon berib, undan o'qituvchi bo'lgan yoki bo'lmasa texnik bo'lib ishlaydiganlar. Bizning shunday bo'lgan meningmi? Chunki cho'nglar ularni o'qitib bo'lgandan keyin bir xil keyin pushaman qilganlar bor. Asli to'liqdimi o'qib, keyin oliy maktabda o'qigan bo'lsin bo'pti ekan, maxsus nimada o'qimay, texnik maktablarda o'qimay degandek, balkim oilangizning sizni shunday qo'llash sababmi, shu sabab bo'lgan bo'lishi mumkin deb o'ylayman. Chunki keyinchi raqobat kuchayib ketdi. U vaqtlarda bizning aqllarimiz ochilib o'qigan vaqtlarda shu maktab bittasimi xizmat taqsim qilishadi, xizmat ishlayoladi. Lekin keyinchi endi oliy maktab bittasimi aldirab xizmat topqil bo'lmaydiganlik kelgandan keyin cho'nglar bo'pti oxirgacha o'qisin deydigan ahvollarni o'tirib kelib qoldi. Siz taliylik ekansiz, oxirgacha o'qibsiz. Cho'qim ishiman ota-onangiz, urug' tuqqanlaringiz sizni cho'qim faxrlandi. Birazdan keyin sizga qaytib kelay. Endi bo'lsa biz avval Isajon bilan biroz tanishib chiqaylik. Isajon, sizga muborak bo'lsin. Bu mukofotga erishganligingizni qizg'in biz tabriklaymiz. Endi doktor Isajon nima qisqachalar men tanishtirib o'tay. Doktor Isajon ayni vaqt atalmish Shinjon universitetida matematika kasbida o'qigan. Keyin Shvetsiyada magistrlik kasbida o'qigan. Matematika injinierlik kasbida. Undan keyin 2013 yillardan keyin Belgiyada doktorlik kasbida o'qigan. Qolgan so'zni biz bevosita Isajondan anglasak. Isajon, buyurun. Assalomu alaykum barliq ko'rmanlar. Oldi bilan shu mukofot orqali rag'batlantirganlarga ko'p rahmat. O'zimni qisqacha tanishtirishdan burun biroz xatolik yuz berdi. Ani tuzib qo'ysam. Shu men bakalavrilikni shu matematikada tugatgandan keyin Shvetsiyaga magistrlik o'qib chiqqanda, magistrlikni shu Shvetsiyaniki Almashtiga universitetida injenerlik matematikasida o'qib, andan keyin shu doktorlikni shu Shvetsiyada o'qigan. 2013 Shvetsiyada tugatib, andan keyin u yerda 1-2 yil doktorashlik, andan keyin bir yangi qurilgan shirkatda shular bilan bir ish qilgach 2015 Belgiyaga kelganda men o'zimniki hayotini sal tanishtirib o'tsam, shu men bir endi yerim nima deymiz, yerim dehqon, yerim kadr oilasida cho'ng bo'lganda, bizlar oilamiz shu yezdida. Dadam kadrda, onam
dehqon deydi. Bizde 5 bala to'q, lekin yezida hamda dehqonchilik bilan shug'ullangan bo'lsakmi, lekin dadamning turkisida onamning burundan o ma'rif bo'lgan pozitsiyasi tunishi boshqacha. Hatto etizning ishini o'zim qilsam qilamanki, lekin bolalarimningki o'qishiga tarbiyalanishiga to'sqinlik qilmayman deb bizni birasini masalanga men o'ylayman, lekin meni manga yordamlashib u dehqonchilik ishlariga yordamlash degan ayol emasdi endi. Men 13 yoshda dadam tugab ketgan. Shu vaqtda masalanga bizning uyda akam 2 adam 3 oliy maktabda masalanga. Angizi men o'rta maktabda Tuluqso'tda o'qiydim-da, anam angizi shu dehqonchilikni o'zi yolg'iz qiladi. Shundaqlik shu vaqtda masalanga qilchilik atrofda qo'lim qo'shnilar deymiz, ba'zi urug' tuqqanlar deganlar bor masalanga. O Aysajonni o'qitmay, dehqonchilik ishlariga yordam degan gap. Lekin qilchilik ularga taslim bo'lmaganda, dadamning o'z vaqtida vafot bo'lishining oldida ta'kidlab o'tgani shu mayli qanday bo'lib ketishini qat'iy nazar shu o'qishdan to'xtab qolma degan gapni deganda shu men shu kichik vaqtimda shunday pek esimda qoldi ekan. Haqiqatan analarımız hem yerde ulug', jafokor, bolamizning Uyg'ur analarimiz haqiqatan mush sirtga chiqqandan keyin texmi his qildik. Haqiqatan aqlliq, jur'atni ko'rar analarimiz ekan. Meyli yezida bo'lsin, meyli shaharda bo'lsin. Bular maya siz deb ketdingiz. Shundaq ham dehqonchilik qilib, ham sizni o'qisin deb sizga qo'llab berish uchunmi? Halilam bir jur'atni ko'rar nazariyasi bo'lmasa qilinmaydi. Ananızdaki ömrü uzun olsun, tin selamet olsun. İnşallah bu neticelerinizi görüşmek nasip olsun. Dadınızın yatqa yer cennet olsun. Hakikaten siz mi talilik bir ailede, yaxşı bir ailede tuğulup dikensiz bu Mehmet'in nasip olmaydı. Bazen balalar okuş niyeti olsun mu, lekin çoğunlarınki kollaması sebepten toxtab qalğan balalarımcık. Mesela benim etrafımda mı, benim yaxşı dostlarım mı, gerçi örlep okuşunu xalısı mı? Ailesindeki meyli iqtisadi jihatdan olsun, meyli o'qish jihatdan bo'lsin, xillam imkoni bor. Shunday turib, o'rlab o'qishga to'sqinlik qilib o'qitmagan oilam chiqdi. Sizning haqiqatmi onangizniki, ham dadangizninki sizga bergan qo'llashi, yordami sizning bugungi bu kelishingizga asos sabab bo'ldi. Haqiqatmi siz bu oilangizni cho'qim faxrlanasiz deb o'ylayman. Unda bo'lsa sizninki shu to'liq kursni vatanda o'qibsiz. Vatan sirtqa, ya'ni chet el chiqib o'qigan, qaror kelgan vaqtda uydagilarniki pozitsiyasi qanday bo'lgan? Meningki chet el chiqib o'qishimga uydagilarniki pozitsiyasi burundan qo'llash pozitsiyasida. Meningki bu ben şu küçük o'rta maktabdagi vaqtlarda masalan o'chaqda meningki ochalarim oliy maktabda akam masalan aşılar bular 95-yillari 96-yillari o'pchirsa 97-yillari shu mezgillarda bizningki shu vatanda ayollar jurnali bor. Shu ayollar jurnalida shu balları chet ellarda o'qigan andan keyin shu onlarni tunishtirib yozilgan maqolalar bor-da. Masalan o'zlariniki bir qator shu chet elda yuqorilab o'qib, shu o'qish jarayonida shu analar masalan bolalarni yo'qlig'ini berib, bu qilgan suratlar analarniki ish izlarini tasvirlab yozgan nimalar bor-da. Anandagi akamlardan shu odamlardan o'zlariniki savodoshlari emas, shundaqlik tirishib o'qigan, anandagi yakumisi shulardan bir ikki qarar yuqori o'qib o'qish bitgandan keyin bevosita Amerikaga, Yevropa degan davlatlarga chiqib, Yevropadagi davlatlarga chiqib yuqori o'rlab o'qigan, ashlarning ish izlarini so'zlab beradi-da, ta'tillarga kelganda. Shularni anandagi anglag'ash o
do'stlarim bilan ularning gaplarini qilishib, shunaq bir xil keyin fursat bo'lsa, shunaq o'qiy olsam degan bir orzu bor edi. Andan keyin men oliy maktabga chog'da meningki akam u xizmetidan istifa berib, bir 2 yil ishlab xizmetidan istifa berib, men yuqorilab o'qiyman deb u nimaga Shvetsiyaga chiqib magistrlik o'qib chiqib ketganda, bu bo'lgandan keyin nima uydagilarniki qo'llash jihatda maydoni ochiqdi masalan. Endi biz anam bilan shu yurtda xizmat qilgach, anamning endi biz masalanga anamning oldin xabar olg'ash bu yerda tursaqmi, lekin sizlar ikki o'g'illarniki yuqorilab nerda bilim oshirib qilishinglarga to'salg'i bo'lmaymiz deb ularni shunday yaqindan qo'llab madad beradi. Xitama sizga mayli qarindoshlar bo'lsin, cho'nglar bo'lsin, madad beribdi. Undan keyin siz o'qigan vaqtingizda o'qish mukofoti bilan o'qidingizmi yoki uydagilar yordam qildimi? Nimada magistrlik o'qish jarayonida u endi Shvetsiyada o'qish nimasi o'qish elinmaydi-da, lekin shu turmush o'z ko'tadigan gapda, lekin men o'qish pulisiz o'qiganman. Ashunga mendaligi iltimos sunsa bir qism o'quvchilarga tanlab endi o'qish mukofot puli beriladi. Lekin men o'qish mukofot pulisiz magistrlikni o'qiganman. Lekin shu magistrlikni ashumi bir sabab tufayli shu 1,5 yillik o'qishni shu 10 oy ichida tugatib, 10 oydan keyin shu doktorlik o'qishni boshlaganman. Maşallah. Siz o'qibsiz, darslarni tezroq qilib tugatibsiz-da. Lekin doktorlik kelgan chog'da cho'qim o'qish mukofoti pullar o'qidingizmi deyman. Asosan doktorlikning ko'pinchisi tadqiqot ichiga kirib turib boshlaydi. Doktorlikninki endi Shvetsiyada bo'libmi, endi Yevropadagi bir qism Shimoliy Yevropadagi davlatlarda endi u xizmat yuzsida qarab o'quvchilarga maosh sifatida berda xuddi magistrlikni bitirib tunji xizmatga tushganlarninki maoshi bilan teng o'lchamda maosh berildi endi. Shu nim bilan o'qiganda endi. Doktor o'quvchilarninki mush iqtisodiyotga yukini ular yo'qlik qilganda butun diqqatlar endi shu tadqiqotga markazlashtirishiga iqtisodiyotdan qiynaladigan ahvol bo'lmaydi. Shimoliy Yevropadagi mening bilishimcha Shimoliy Yevropadagi hamma davlatda doktorlik o'qisa asosan shunday qildi. Tushundim, rahmat. O'qish hayotingiz bilan tanishishga ko'p rahmat. Abdushkar aka, siz o'sha burun vatan saq chiqqanlarniki biri, siz mo'mush kasb qazinib hozir muhim ishlayotgan akalarimiz biri. Har ikki shu qarindishimizniki o'sha o'qish hayoti qaragan bo'lsak, yana shu o'zida tirishchanlik bor. Oxirgacha o'qiyman degan. Uningki eng muhimi shu har ikkilarnikida shu oilaniki qo'llashi, undan keyin shu o'qishga qizg'inlik bo'lgan bir oila cho'ng'ilishi bek muhim o'rin turgan. Sizce shu hozirgi shu vatan sirtidagi yosh bolalarniki shunday fursati bor, ammo qaraygan bo'lsak ko'nglimiz yarim bo'lgandek ishlar jiq. Qaraygan bo'lsangiz ota-onalarmi bolalarniki bek yaxshi o'qishni umid qildi, lekin bir xil bo'shanlik bor. Sizce nima uchun shunday bo'lib qoldi vatan sirtidagi bolalar? Men uni ikki nuqtadan tushunaman. Bir nuqtada biz masalan bo'libmi, men chet elga chiqib o'qigan vaqtida abay Aysajonmi deb, hamda bir qism Ruqiyami deb bitta masalan chet eldan qaytib qolgan bir qism olimlarimizningki bizga bergan leksiyasi ya bo'lmasa Iroqdan turib ularningki qilgan xizmatlardagi utuqlarga qarab biz bu chet elga chiqishga o'qishga yaxshi o'qib qaytib kelib millat uchun xizmat qilaman degan mundaq iroda bilan chiqqan. Biz chet eldagi boshqa ishlardan xabarsiz to'xmundaq aytganda. Ham buni endi hozir chiqayotganlarning ko'pinchisi qanday desa, chet elda bo'layotgan ishlarning ujuri-bujurigacha xabar tepib, andan keyin chet elga chiqadi, ammo chet elga xato bir
kallistiki ekrandagi kallistiki surat bilan reallikniki nima deymiz kallisti bir xil nimani paydo qilib ekranga o'xshash suratni paydo qilib chetlarga chiqqandan keyin reallikniki uningdan naiti yiroq ekanligini ya'ni reallik bilan kalladagi bu surat bilan farqli ekanligini bilgandan keyin ishtiqlam usuzlashni kirib ketib qolib andan keyin natijaga erishilmaydigan ish. Endi biz o'quvga chiqqan vaqtida bizning o'qishga chiqqandagi maqsadimiz chet el uchun chiqish, chet elga chiqish uchun emas, o'qish uchun chet elga chiqqan. Mening tushuncham shu. Hozir chiqqanlar bir qismlari garchi o'qish uchun chiqayotgan bo'lsa, ko'pinchilari chet elga chiqish uchun chiqayotganlar. Endi bu reallik bilan kalladagi shakllangan surat farqli bo'lgan. Anadagi ikkinchisi bizda bir kichik vaqtimizda bir ders kitabımızda bir çöçek oladigan maysini tatip östürüş deydigan. Biz hosulu ağılı aldırıp ketip maysini tatip östüradigan bir karakter köpinçil adamlardı bu. Bu bizde bizden vatanda hayatınki ritmi nait tiz. Chet elde biraz astaroq bo'ladi bizning vatandan keyindan bular suhbatli ish qiladi ammo jiroqni ko'zlab turib ish qiladi biz u madaniyat jihatdagi farqimiz bo'lgani uchun biz natija oldirib ketib qolamiz shuning natija oldirgan siri biz oldirgan siri reallik uningga yo'l qo'ymagandan keyin ümidsizlik bo'lib ketib shuning bilan ishtiqlam dajib ketib asa yo'lga kirib oldigan ish ko'proq shuning uchun chet elga chiqayotganlarning ichida bo'lib yoshlarning ichida muvaffaqiyat qozonib oldiga o'zib chiqayotganlar mening ko'z tushumda oz songa egallaydi. Shundoq. Men qattilaman bizning mashina vaqtimizda biz mashina heves qilib sirtda o'qiganlarga, ya'ni bizning kallamizda cho'q mayatdan sirtda chiqib o'qib qaytib kelib, shu maktabda vatandagi universitetlarni qaysi universitet ishlaydigandan xiyolimizda bordi. Afsus u bo'lmay qoldi. Degandek haqiqatan hozir pek cho'ng farq bo'lib qoldi. Unda bo'lsa biz yana ruqyasiz qaytib kelsak, sizniki shu tadqiqot jihatdagi bir fikrlaringizni undan keyin qaysi jihatni tadqiqot olib borasiz? Chunki buni bilishimiz sabab shu ekran oldidagi ba'zan qarindoshlarimiz o'qiyotgan bolalar bor. Bundan keyin o'rlab o'qish niyat qilayotgan yoki musada sizning sohada tadqiqot qilayotganlar bor. Shularga bir ipuch verish. Belki kelgusida sizga ehtiyoj bo'lishi mumkin. Ba'zan zaylarni, ba'zan nuqtalar sizdan maslahat so'rashi mumkin. Shu tadqiqot doirangiz qayerlarga chetishida shu to'g'rida qisqacha bir so'zlab bergan bo'lsangiz. Marhamat. Bo'ldi, rahmat. Mening hozirgacha qilayotgan tadqiqotimning ko'p qismi organik elektronik materiallarni yasash ham ularninki shu amaliy uskunalarda qanday ishlatilishini qilman. Yana birisi yangi bu ma'lumot qilganim shu doktorlik, doktorashda qilgan ishlarimning ko'p qismi shu yo'nalishda. Andan hozir bir yil, yarim yil bo'ldi. Yo'nalishni davom ettirishdan birga yana batareya hozirgi litiy gungurt batareyasi to'g'risida tadqiqot qilyapman. Bu qanday tadqiqot hamda u nima batareya? Batareyaningki hozirgi elektronik mashinalarda ishlatilayotgan batareya litiy ion batareyasi. Lekin bu batareyaning hozir asal hozir eng yuqori nuqtasiga yetib bo'ldi. Endi undan yana oshirib bo'lmaydi. Endi oshirishsam, lekin biz gungurni ishlasak, gungurningki ta'minlaydigan energiyasi hozirgi batareyadan taxminan 3 dan ortiq bo'ldi. Lekin gungurningki shu tok qachalash, undan keyin tok chiqarish jarayonida qattiqdan suyuq holatga, qattiq holatga o'tadigan bo'lishqa shu reaksiya, ximiyalik reaksiya jarayonida nayt asallar, masalan taxminan 30 qatam bunda ishlatgandan keyin tuyuqsiz o'lib qoldim. Endi hozir
Muşununki qayta işletilişçilik ömrünü uzatışda her xil tədqiqatlar buluyordu. Ben şu tədqiqatның bir yılını için tanlap, şu güngörtni alıqı. Başka bir kiçik organik kimyalik aktif maddeler bilen crosslink bağlap polimerga aylandırsak, bunun da belki onunki ömrünü uzatıldı dep qaraydı. Men şu boyunca hazır tədqiqat qatmıyorum. Ondan sizin tədqiqatınız mentay mümkün. Çünkü emmeli bilimiz hazır. Maşinlar astasında şu tokluk maşinlığa yüzülevatıdı. Hatta bir kısım devletler bu doğrusunda alıburun uqtırış qıp boldu. Mesela 2025'ten keyin biz dizel yoki benzin işletidigan maşinlarning hammani shahar ichida haydashni bekor qilamiz. Tamamen şu tokluk maşinlarını işletimiz deb. Hozir tokluk maşinlarni taraqqiy qilib şu dizel benzin maşinlarga o'xshaydigan hatta undan yaxshi bo'lgan bo'lib ketdi. Kelgusida sizningki bu sohadagi natijangiz cho'qim bizningki butkul Uyg'ur millatini faxrlantirgan bir soha ekan. Nayt xo'sh bo'ldik. İnşallah cho'qim natijasi yaxshi bo'ladi deb o'ylayman. Unda bo'lsa biz Aysajonninki tadqiqot doirasiga o'tsak, Aysajon siz şu o'zingizningki tadqiqot sohasidan yoki doirasidan azroq bizga bir tushuncha bersangiz, chunki mush sohada tadqiqot qilayotgan yoki tadqiqot qilishni xohlaydigan qarindoshlarimiz foydalanib qolsa. Marhamat. Buldu men dastlab o'qishimda shu matematikadan boshlaganda hesaplash matematikasida o'qiganda, injenerlik matematikasini asosi shu hesaplash matematikasida. Keyin shu doktorlikma shu qo'llanishchan matematika kasbi bo'yicha kirib, men tanlaydigan 4 turi batida o'z vaqtida. Andan keyin birisi shu kvant nazariyasini asos qilib turib, bu qurilgan bir maxfiy sifir ilmi bada. Uningda endi shu zarrachalarni almashtirish orqali bir ikki yiroqdagi bir ikki odam deyli, ular bir maxfiy oshqushni hosil qildi masalanga. Butunlay shu fizikal qonuniyatga tayanib turib. Yani shunday bir kelishimninki shu bular shu zarrachalarni almashtirgandan keyin shu oshqushni hosil qilish jarayonida shu nimelik raqamlik mesajlarni o'zaro almashtirildi. Masalan, men zarrachalarni bundoq holatda avatdim deganlarni tasvirlaydigan. Shunday uchurlarni dalillashga oid hamdiligi nimati tadqiqotda shuni shu yo'nalishni tanlab, shuningdan keyin shu dastlab shu uchurning kelish manbasini dalillashga oid boshlanganda, keyin yo'nalish asosi mushijoatda bo'ldi, dalillash. Hamda lekin uchurning emas, odamlarningki ishlatgichlarni kimligini dalillash deymiz. Anandan keyin shu endi biometrics uyg'urcha nima deb tarjima qilamiz aniq bilmadim. Masalan, barmoq izi deymiz yoki yuzi deymiz, yoki biz odamlarning ovozi orqali deymiz, yoki biz ko'zning qori chiqib odamlarning kimligini isbotlaydigan usullar bor masalan. Lekin ular odamga xos bo'lganlikdan bunday uchurlarningki bu nimasiga shaxsiyatiga kafolat qilish intayin muhim qaraldida. Chunki odatda hatto shu barmoq izidan foydalanib turibmi bir odamningki qandaq kasallik tarixi va ahvoli va deganlarni bilgili bo'ldi ekanda. Demak, shunday biometrik sonliq ma'lumotni bulibmi hozir shunaqa markazlashtirilgan sonliq ambarlarda saqlash intayin bu sohadagi tadqiqotchilarniki qarshilikka uchraydi masalan. Bundaq sonliq ma'lumot ambarlari masalan davlatlarniki, davlat organlariniki bada, lekin ashlag'i malaqi ashundaq sonliq ma'lumot ambarlaridami mushu barmoq izi deymiz masalan, shu sonliq ma'lumotni qandaq turib, qandaq ishlatgan ahvolda mushu ko'zlagan maqsadga masalan mushu barmoq izini ishlatish orqali masalan bir odamning kimligini isbotlamoqchi biz shu barmoq izininki sonliq ma'lumotni ko'may erishmay turib masalan shu ko'may turib qandaq shu odamning kimligini
ispat deyə alsaq, məsələn, uçaqda şuningki şəxsiyyəti kafalat qilgan asosda dalilligili bo'ldi-da. Ham shunga oid shu maxfiy sifir ilmida bir qancha texnikalar bor endi. Shularni shunga oid tadqiqotlarni, masalan, doktorlikni tugatgandan keyin shu yo'nalishda bir mezgil taraq qildim-da. Keyin andan keyin yana shu kimlik dalillash doirasida yana shu uskunlarniki masalan o'zaro bir-birini dalillashi. Masalan, bizlar ko'pincha ahvollarda mashinalarni yoki binolar kirganda kartani surkash orqali yoki karta yerda bo'lsa binolar ochildi masalan eshiklari. Mashinalarni shu mishada shu oshqush bilan oyadagi mashinaniki eshigi masalan yoki binolarning eshigida bir ayada bir nim bor-da, o terminalni bir supi va shu karta bilan o'tirsidagi kelishim bor-da. Shu kelishim shu o'tirsidagi dalillash ishlatilgan kelishimlarga oid tadqiqotlarda buningki birisi yana shu orliqni tezginlash deb tarjima qilsak balki muvofiq bo'lishi mumkin. Masalan, distance bounding deymiz. Buningda qarshi tarafninki kimligini isbotlashdan sirt qarshi taraf masalanga shu isbotlayotgan odamga masalanga yaqinmi emas masalan orliqi masalanga bir 5 metr ichidimi masalanga degandek. Ahvol orliqini dalillab tezginlab turib dalillab bunday nima bilan masalan shu mashinada yoki shu oshqushsiz kiradigan o'rinlarda intayin muhim o'rinda turdi. Bo'lmasa boshqalar yiroqdan eshiklarni uskunlarga tayinib echib qolgandan keyin bir o'g'irlar yoki boshqalar kirish cheklangan ramda kirib ketilishi mumkin. Masalan, yiroqdan turib boshqalarning yordam orqali binolarga. Ma orqali bo'lganda cho'qim shu karta berilgan odam yoki shu bir uskuni bor odam shu naq maydonda bo'lsa anandan keyin ayaga o'zining kimligini dalillashdan sirt o'zininki shu kirish eg'iziga masalan eshikka yaqinligini isbotlaydi-da. Yani shunga oid asosiy shunga oid tadqiqotlar bo'ldi, lekin buningdan sirt yana bu ko'p taraflamalik hisoblash deb masalan multi party computation deydi buni. Bu odatda qandaq usul desak masalan biz to'rtimiz masalan hozir bir restoranga berib tomoq yeb qoldik. Inshaalloh shu kunlarni kelib qoldimizda viruslardan qutulganda. Masalan, biz berib qoldik, lekin kimninki mehmon qilganligimizni biz deyishmaganda, lekin biz mana bir o'yin o'ynash orqali masalan aramizda kimninki masalan kim eng boy bo'lsa shu bizni mehmon qilsin degan qarorga keldik. Lekin hech qaysimiz o'zimizningki qanchalik boyligimiz borligini bir-birimizga oshkorlash xohlamaymiz bu yerda. Shu mishada o'zimizningki boyligining qanchalikligini yushirin hech qanday oshkorlamay turib, qaysimizningki eng boyligini tep chiqalaymiz-da. Orqali anandagi shu kishi bizni mehmon qildi-da. Shunga oid shu ko'p taraflamalik hisoblash degan odatda shundoq bo'ladi. Odatda shu bulut supullarda masalan bir qancha bulut supullarga tayinib turib, masalan biz o'zimizningki soliq ma'lumotlarini shu bir qancha o'rinlarga avatish orqali ular bizningki soliq ma'lumotlarimizningki nimaligini bilmay turib, biz talab qilgan yoki biz nishon qilgan hisoblashlarni ep baralaydi-da. Bu chog'da bizning soliq ma'lumotlarini xotirjam holda u bulut supullarida saqlay olamiz, chunki ular o'zining supisi saqlangan soliq ma'lumotlarida soliq ma'lumoti orqali biz ayt hech qanday narsa bilolmaydi. Lekin shundaqmi, bular o'zaro hamkorlashish orqali shu biz talab qilgan hisoblashlarni bir taraf qilishlarni qilib bera oladi masalan. Shunga oid bir tadqiqot temasi shu bultur tasdiqlangan. Buningga shu bir 4 yillik shu tadqiqot turdi endi. Aslida men yetakchilik qilib, anandaki bizningki
gruppa bilan yana 3 boshqa gruppa hamkorlashib sunilgan turdida shu oldimizda 5-oyda boshlanib qilyotdi. Bu yine bir tadqiqot yo'linishi mushuninga oid emas, ko'p taraflamlik hisoblash oid masalan har qanday bir hisoblashlarni ep bağlı bo'ldi nazariya jihatdan hozir. Lekin ko'pincha bo'linayotgan tadqiqotlar hozir shu ma'lum bir masala bo'lsa, shu masala qandaq ahvolda bir unumlik senga shu ishlatuvchilar talab qildigan vaqt ichida natijasini yetkazib bera oladigan bir kelishimlarni tuzish deymiz. Angiz ash kelishimlarni tuzishdan sirt ash kelishimlarning bexatarligini isbotlash deymiz. Bu isbotlash jarayonlari hamda matematikalik usullar bo'ldi. Anandaki shu maxfiy sifrlarda maxsus hamda bexatarligi aniq belgilangan bo'lindi. Yani shu aniqlangandan keyin shuning asosan shu isbotlash olib berildi hamda. Bu nazariya jihatdagi anandaki ma'laqi unum jihatdagi tadqiqotlar bu ashlarni kodlashtirib sınaş orqali elib berildi-da. Haqiqatan sizni kesmimiz bek muhim keskin. Bular bizningki hozirgi ahvolimiz olsun, keyingi vatanimiz uchun bo'lsin. Cho'qim bo'lmaydigan muhim sohalarniki biri. Haqiqatan ikkilaniki tadqiqot yo'nalishinglar, tadqiqot natijalarni anglagandan keyin bu mukofot haqiqatan Abdushukur akam degandek yerga berilganlikni men his qildim. Cho'qim ko'raman, do'stlar shunday his qiladi deb o'ylayman. Abdushukur aka, bu Isajonning tadqiqoti siznikiga yaqinmi qanday? Aldı bilan rahmat ikkala o'zinglarningki hozirgacha bo'lgan hayot xizmat tadqiqot tarixlarini yaxshi tushundinglar. Ben materiallarını görüş jarayonida haqiqatan faxrlandim. Ikkilanlar meningki maktabdashimlar bo'ladi ekansizlar. Maktabdosh bo'lish sifatim bilan ham shundaqla masalan Aysajonninki qilayotgan xizmatlar meni nimaga yaqin bo'lish sifatim bilan nayt xo'sh bo'ldim. Mayli Ruqiyaning bo'lsin, mayli Aysajonning bo'lsin qilayotgan tadqiqot xizmatlari biz eng ehtiyojli bo'layotgan, eng jiddiy hal qilishga tegishli tadqiqot doiralari ekan. Ruqiyaninki xizmati bo'lsa masalan hozir eng oldida turadigan shu sohada turayotgan texnikani yetaklab menayotgan Tesla shirkati masalan xizmatlarni qilyotadi, ammo raqobatchilar asta-asta chiqadi. Masalan bizningki Shveysariyada soat ishlab chiqaradigan bir shirkat bor, Swash Group deydigan. Bu shirkat bu soatda burunqidek foyda topolmaganligi uchun yaqinda shu batareya texnikasiga kirib texmi quvvatli bo'lgan uzunga yetadigan batareya ishlab chiqarishni qilyotadi. Bu naytibek muhim xizmatgan xo'sh bo'ldim. Endi sizning savolingizga kelsak, Namatjon, biz shu men o'zim tadqiqot o'rni emas, sanoatda, endi sanoatniki tadqiqot o'rni desak bo'ladi. Bu sohadagi bizning qilayotgan xizmatimiz endi shu eng oldida turayotgan texnikalarningki shu sanoatdagi qo'llanilishi. Biz garchi raqamlik davriga kirdik degili hozir 20-30 yillarning hatto undan uzun bo'lgan bo'lsa, biz hozir raqamlik davriningki eng yuksak pallasida turyapmiz. Bu yerda muhim bo'layotgan narsa nima degan vaqtida sonliq ma'lumotlarni bartaraf qilish. Sonliq ma'lumotlarni bartaraf qilish uchun kerakli bo'lgan shu hisoblash muhiti, Aysajon abay qisqacha deb o'tdi. Bulut texnikasi masalan hozir eng oldin qatordagi texnikalarning birisi bo'layotdi. Bu yerda ikki narsa bor endi. Birisi texnikada ishlatishning qulayligi, yana birisi ishlatishninki bexatar bo'lishi. Bu ba'zanda bu ikki narsa bir-biriga sig'ishmaydi-ku. Qolaylashtirish uchun ma'lum bir bexatarlik narsalarni mumkin bo'lgan sharoitda to'valtish kerak, ammo eng bexatar holatga yetkazman desa, u joyda qolay bo'lmaydi. Bizniki qilayotganimiz nima degan vaqtida shu sanoatga mayli iqtisod sohasi bo'lsin va yoki davlat organlari bo'lsin, yoki sog'lomlik sohalari bo'lsin, sohalardagi shu sanoatni shu raqamlik dunyoda qanday qilganda bexatar eng unumli shaklda qo'llanishga biz ularga maslahat beramiz. Bu yerda biz kunda uchrashib turgan texnik temaning birisi nima deganda bexatarlik deymiz. Bexatarlik deymiz deganda biz sonliq ma'lumot
kim tarafından paydo qilindi, kim tarafından qabul qilinib saqlandi, kim uni bitirib qilib, kimning ishlatilishiga sundi. Bu bir murakkab bir narsa bu sonliq ma'lumot. Ama bu yerda sonliq ma'lumot bir yerdan yana bir yerga bir tarafdan paydo qilingan bo'lsa, u bir yerdan yana bir yerga yo'tkiladi. Yo'tkilish jarayonidagi bexatarligi, yo'tkilib ma'lum bir nuqtaga kelganda saqlanadi. Saqlanishdagi bexatarlik, undan keyindan bitirib qilish jarayonidagi shu ishlatuvchi yumshoq detallarninki bexatar sonliq ma'lumotlarni bitirib qilishi, undan keyindan oxirgi sodini yoki shu sanoatni kontrol qilayotganlarniki foydalanish uchun bexatar holda sunish. Bu nihoyatda murakkab narsa. Endi har bir nuqtadan nima bor deganda, shu hozirgi kelguncha mumkin bo'lgan sohadagi abayda uchurlarni quluplash, undan keyin shu qulupni kim kontrol qilish. Bu nihoyatda muhim narsa. Masalan, bulut supsida ta'minlagan mulozimatlarni ta'minlaganlar mesela şu sallık məlumatlarını quluplaganda qulupning oshquchini ta'minlaydi. Lekin u ba'zan sanoatga nisbatan bo'lib şu sog'lomlik bilan şu iqtisodni kontrol qiladigan sanoatga nisbatan bu yetarli emas. Ular deydiki biz qulupni biz yasashimiz kerak, oshquchni biz tutishimiz kerak deydi. Unda bo'lgandan keyin bu yerda şu eng ichilik holda shu narsalarni qilish uchun shu Aysajonga o'xshash tadqiqot guruhlariniki yaratgan tadqiqot natijalariniki sanoatga sunulgandagi qismi bu. Bu albatta tadqiqot sohasi bundan bir qancha qadam oldida bo'ladi. Sanoat qo'llanayotgan misol keyinda bo'ladi. U sanoatga sunulg'uchi bo'lganlikda uzun muddat ketadi. Shuning uchun bu Aysajonninki qilayotgan hozirgi tadqiqot nimasi, masalan, patentlarni ko'rib chiqdi. Masalan, shu şifr sistemlari, shu sohalarda qilayotgan xizmatlar balki bu sanoatga to'liq yetib kelgan texnikalar emas bir qismlari. Biz qo'llanayotgan texnikalar nima deganda, shu organ, shu davlat bexatarlik organlari ularning tekshirilishdan o'tib, undan keyin qo'llanishga, sanoatga qo'llanish uchun sunilgan texnikalar. Shuning uchun bu nihoyat bir muhim soha. Bo'libmi bugungi biz yashayotgan raqamlik dunyoda biz bir tarafdan o'zimiz sonliq ma'lumot paydo qilamiz. Masalan, deylik, meningki salomatlik ahvolim. U bir yerda bexatar holda saqlanishi faqatla mening oila doktorimga va men ruxsat qilgan doktorxonalarga ta'minlanishi boshqalarga ta'minlanmasligi kerak. Undan keyin mening bankadagi iqtisodiy ahvolim, masalan, bajdorisiga yoki men bir yerga faqatlam talab qilganda topshirildi, bo'lmasa topshirildi. Bu narsalar hammasi bo'liqi bexatarlik bilan munosabatli bo'lgan narsa. Bugungi kunlikda bir shirkatninki, bir savdoning sohasiningki yoki bo'lmasa bir iqtisodiy organninki vayron bo'lishi nihoyat oson. Nihoyat oson deyishim demaydigan vaqtida hackerdan birisi hujum qilib kelib sistemasiga, u uning uchurni elib darallam internetda yo'llab bitib qolsa, demak u ishonchliklar inovat tushidi. Uni necha million pul xarjlabmi asli keltira olmaydigan darajada inovatga ta'sir etadi. Unda banklar masalan taqilib ketishga majbur bo'ladi. Masalan, oddiy bir misol, ham shuning uchun mayli har qanday organ bo'lsin, mayli doktorxona bo'lsin, mayli bir iqtisod nim bilan ta'minlaydigan organ bo'lsin, bexatarlik nimasiga eng nima darajada, yuksak darajada e'tibor berishi va shuni qo'llanish kerak. Tushundim. Rahmat tushunch berganligingizga. Unda bo'lsa, programmamizning oxiriga kelib qoldik. Shu programmamizni tugatishdan burun o'sha chiqqanlarninki bizningki o'qiyotgan yosh qarindoshlarimizga qanday taklif fikringlar bor? Sizlarninki sohada ilgirishni xohlayotgan yoki shuni o'ylayotgan cho'qim qarindoshlarimiz bo'ldi. Shularga bir qanday taklifinglar shu to'g'risida anglab o'tsak, Ruqiya sizni boshlasak. Bo'ldi. Bu taklifni menimcha ikki jihatdan berishga bo'ldi deb qarayman. Agar endi dastlab hozir to'liq kursni endi boshlaganlarga nisbatan mening taklifim amal bor ko'p taraflamalardan o'rganish kerak. Masalan, har xil praktikalar bo'ldi shu vaqtda ko'p taraflamalar. Ondan oxirida shu ko'p taraflamalarga qatnashish orqali o'zining eng qiziqadigan, o'zi ham qiziqadigan nuqtani topsa, o'sha taxmin ishkillab, yaxshi natijalar bo'ldi deb qarayman. Endi mening kasbimga qiziqadiganlar bo'lsa, bayon aytib o'tgandek, men ikki yo'nalishda qilaman. Birisi organic electronic material,
Bunun da her işkili bataryaya nispeten muş hesaplaş bilen materyalını birleştiriş hazır. Mesela burunqi tadqiqat usulu bolsa biz şu ama mesela kimyalik ma'lumotni mesela yasab chiqib uzun jarayonlarni boshdan kechirib andin uni uskunaga silib ishlatib ta'limimiz kelsa bizni o'ylaganimizdek chiqadi, yaxshi chiqadi. Agar undaq bo'lmasa hech qanday iqtidori yo'qla bir material bo'lib qoldi. Hozir buning oldini oldi butunlay. Shu hisoblash bilan avval hisoblab uni mesela simulation qilib, ondan keyin shu simulationga da kelib chiqqan bo'ldi. Agar men moddani yazsam, buni iqtidori yaxshi bo'ldi deb ko'rsatib beralar edi emasmi? Bu menimcha bo'lganda ikki yo'lni tang mansa. Kelgusidagi yo'linish shu nuqtada kerak yaxshi bo'ldi deb qarayman. Köpten köp rahmet çünkü bu yo'linish ko'rsatib berish intayin muhim. Ba'zan qarindoshlarimiz nurg'unlig'a yo'lni isrof qilib yetadi, nurg'unlig'a yillarni isrof qilib yetadi. Eng oxirida bu kelib chiqishma vaqti isrof bo'libdi. Hozir hamda shundoq to'r dunyosiningki taraqqiy qilishiga erishib, televizorga, radio ehtiyojimiz qolmadi. Hammalarni o'zimizning imkoni bilan shu qarindoshlarimizningki o'qish natijasi, tadqiqot doirasini o'rtoqlash orqali nurg'unlagan yosh qarindoshlarimiz uchun bir chiroq o'tadi deb o'ylayman. Unda bo'lsa, Eysajon, sizningki sohani o'qishni o'ylaydigan qarindoshlarimizga qanday takliflaringiz va bu jihatdan bir fikringizni yoki takliflaringizni anglab qo'ysak. Bo'ldi. Bu jihatda boya Abdushukurkam deb aytganga o'xshash, endi shu hozirgi vaziyatda, masalan, kelgusi 10-20 yil ichida yana intayin qiziq nuqta bo'linadigan bir 10 temaning birida bu. Bir shunday aql deymiz, menga shu uchurlarning ko'payishiga ergishib, uchurlarning intayin muhim bir qiziq temalar bu. Buningda masalan bu yo'nalishda o'qisa, masalan, o'qib yoki tadqiqot bilan shug'ullandi deylik, masalan, keyin mush sanoatda xizmat tepish fursatlarim ko'p bo'ladi endi. Mening bir es qilishimcha endi Uyg'urlarning ichida men endi qanchalik hamma ziyolilarniki yoki o'quvchilarniki ahvollarini, nimalarni, statistikani aniq bilmayman-da, lekin shu sohada biroz kamchilik o'xshaydi deb es qildim. Qandaqda deganda bultur shu bayaman deb o'tgan tadqiqot turi tasdiqlanganda bizningki guruhiga endi shu men bir PhD o'quvchi bilan bir doktor aspirant doktor açtı. İki o'ringa e'lon berdimda. Shu vaqtida buningki uchurni masalanki shu bizningki bir qancha to'plarimizda anandikin Facebookda degandek shu Uyg'urlarga taqtish bo'lingan endi. Lekin iltimoslangan ahvolni PhD o'rniningki ahvolni surishtirgan bir ikkisi bor bo'ldi, lekin iltimos sunganlar yo'qda. Yani bu o'rinlar masalan PhD o'quvchi tegma yaqinda birini shu qabul qildik, germaniyalik bir o'quvchidan birini. Lekin shu iltimos sunganlarning ichida nurg'unlar masalan bada Yevropada deymiz, bo'libmi Eron bilan Xitoy davlatidan chiqqanda. Bir menda aramizda masalan bir Uyg'ur o'quvchidan birasi sungan birasi yo'qda, endi balki shuni ko'rmagan bo'lishi mumkin bu degandek. Endi doktor açtı o'rinma hozirgacha echiqda yetarli bir loyiq keladigan birasini topganimiz yo'q. Andan keyin yana birisiga hozir bo'libmi shu hozir ko'rarmanlar bilish mumkin shu Bitcoin degan shu cryptocurrency intayin qiziq nuqta bo'lib qolyapti hozir. Mushningki arkasındaki texnika hamda bu shu maxfiy sifir ilmida u bir 20-30 yildan burun
allıburun icad kılıngan texnikalarda bularni şu Bitcoin'ninki icad qiluvchisi masalan Satoshi Nakamoto deb ismini qo'llanib o'tirib qo'ygan odam endi shu 10-20 yil burungi o'z vaqti 2008 yil shu vaqtdagi texnikalarni shu birlashtirib turib bir nimani o'tirib qo'yganda andan keyin hozir masalan nurg'unlagan xildagi nimalar bor cryptocurrency bor buningki oxidagi blockchain degan texnika bu har xil aryanzida bu men hozir shu ikki PhD o'quvchiniki shu bağlash komitida nima yetakchisi deb qarasak bo'ldi. Bularning shu blockchainninki shu unumini oshirishga oid tadqiqotlar shug'ullandi. Ammo shu blockchain hozir intayin qiziq bo'layotgan bir temalar. Shularga kirish uchun masalan birinchidan endi matematika asosi puxta bo'lsa bo'ldi-da. Puxta andan keyin kompyuter ilmiga oid degandek kasblar bilan bo'lsa-mu, lekin bu kasblarda o'qish jarayonida masalan matematika asosi puxta bo'lgan bo'lsa, masalan bu yo'nalishdagi tadqiqotlarga oson kirib keta oladi. Masalan yuqorilab o'qiyman desa, bu doktor o'rinlariga shu maxfiy bilmada qabul qilgan asosiga shu nimaga qaraydi, matematika asosiga qaraydi, chunki hamma kelishimlarningki asosi masalan shu matematikada fallar nazariyasi deymiz yoki shu algebra deymiz, shunga oidligi hukmlardan foydalanib turib qurilganda bular. Şu an bu intayin qiziq bir tema, endi shu qiziqchilar bo'lsa, hozir sharoitlar bo'lsa, to'rdan har qanday qushlarga erisha oladi, nurg'un materiallar to'rda bor, izlanib andan keyin o'rgansa, izlansa nurg'un fursatlar bor bo'lsa-da. Shuni o'ylashib ko'rishni tavsiya qilaman. Bo'ldi. Ko'pdan ko'p rahmat. Haqiqatan men ikkilarning kasbi hozir hammalarningki dunyoning ehtiyoji bo'lgan muhim kasb ekan. Bularmi bizningki millatimizning texnik ehtiyoji bor. Hamma sohaga ehtiyojimiz bor. Bizda chunki qaraydigan bo'lsak, unda oxirgacha o'zib chiqqan har qanday bir kasbma bizning maqsad edmimiz jiqdaydigan sohami yo'q. Bularmi sizlarning sohada sizning bayat degandek uchurni ko'rmaganlarmi bo'lishi mumkin. Mening qarashimcha bu kasb o'qiganlar haqiqatan oz bizda hozir. Mush Turkiyada o'qiyotgan bolalar biz to'xtamay mumkin bo'lsa shu asoslan bo'lsa qiziqsam mushunga o'xshash kasblarda o'qishga tashviq qilyapmiz, shularga yo'l ko'rsatyapmiz. Mush kasblarda o'qinglar, keyingi millatimizga, vatanimizga esqadigan kasbdan chiqarib o'qinglar. Inshaalloh bundan keyin chiqib qolar deb o'ylaymiz, umidimiz bor. Yangi o'qiyotgan bolalar haqiqatan bizni faxrlanuvdek yosh bolalarni to'lg'otda natija qozonayotgan bolalarimiz chiqadi. Cho'qim kelgusida bu sizlarniki sepalab qatilgan bolalarmi ko'payib chiqadi. Va buni ko'rgandan keyin to'lg'otda o'qiyotgan qarindoshlarimiz o'qib qolsa cho'qim hayajonlanadi deb o'ylayman. Mush kasbda o'qishni niyat qilganlar mush yo'nalish bo'yicha to'liq kursni o'qisa cho'qim oxiri o'zib chiqa oladi. Unda bo'lsa mush programmani oxirida shu Abdushukur aka hozir shu faqat tabiiy fan sohasida tasdiq qilingan mukofot bor ekan, xatolashmasam. Uyg'ur akademiyaninki sizlarning kelgusida boshqa sohalardagi o'zib chiqqan qarindoshlarimizga tasdiq qilingan yoki tasdiq qilishni o'ylashgan turinglar bormi? Oldi bilan shu ikki qarindoshimizga rahmatimni bildirib o'taman. Endi hammamiz bilamiz, ilm fanning chak-chegarasi bo'lmaydi, uningki millat bo'lmaydi, davlat bo'lmaydi. Shuning uchun bizningki davlatimizga qaytib ketish yoki shu yerda turib ishlash bir erkin sharoitimiz bo'lmaganligimiz uchun dunyoning har qaysi joylarida o'zimizningki xizmatimizda jon ko'ydirib ishlab, yangiliklarni yaratib ilm fanga texnikaning taraqqiyotiga to'xtatamiz. Gerçi ilm fanning chak-chegarasi bo'lmagan bilan olimninki, ziyolininki vatani millati bo'ladi.
Endi ishkanlarga ait yaxshi natijalarni qo'lga keltiribsizlar. Hem shundaqla qo'linglardan kelishicha boshqalarga yetakchilik qiladigan, maslahat beradigan agar sharoit guruhinglarda shundaq o'rin bo'lsa, shularga tunishtirib, birga hamkorlashib ishlashga tirishchanlik ko'rsatibsizlar. Xo'sh bo'ldi, bundan keyin Turkiyadagi sarxillar ma'rifiga yaxshi kuch qo'shib yardımlarını qılıvatsızlar. Bolsa, bundan keyin pat aramızda körüp dursak, ağan ilminlarning azroq bo'lsa muzokatini berib, xalqimizga manfaat yetkish uchun ko'proq faoliyatlar qilsanglar, Uyg'ur akademiyaninki xizmatini qo'llab, yaqinda yordamda bo'lsanglar, Qutadg'u bilik institutidan chiqarayotgan jurnalga maqola avatib, öz ilminlardan azroq bo'lsa-mu boshqalarga zakot bersanglar, xo'sh bo'lamiz. Bayqi söhbetinglardan ait xo'sh bo'ldim. Mukofot joyiga tegibdi, nima bo'pti deb. Endi biz 2020 yilning 5-ida bu to'g'riliq muzokaralarni qilgan vaqtida bugun bu yerda o'tirib turib sizlar bilan suhbat qildiganligimizni tex bilmaydik. Bizmi bu sohada bu ishlarni yangidan boshlab, mush ishimiz bo'larmi, bo'lmasmi deb boshlab boqaylik deb boshlagan. Ko'rib turibdimizki, bir xato yoki nima bir yanglish bo'lgan bir ideya bo'lmabdi. Yaxshi bo'pti, ammo bundan keyin hamda demak bugungi ekran oldida shu programmamizni ko'rgan qarindoshlarimiz bundan keyin ilhom olib, bundan keyingi shundaq turlar ta'sis qilinganda iltimos qiladigan yoki buni aktiv ovoz qo'shadiganlar texim ko'p bo'ldi deb qarayman. Balkim bir qism biz diqqat qilmagan nuqtalar bo'lishi mumkin. Agar shunday nuqtalar bo'lsa, bizga fikrlaringizni bersanglar, e-mail adresimizga yoki bo'lmasa bevosita xat yozib qilsanglar xo'sh bo'lamiz. Endi degandagidek bu bir boshlanish. Bu bir boshlanish, endi ijtimoiy fan sohasida boshqa turdagi mukofot bo'lganligi uchun biz sinoqni mushtabiy nimasidan boshlab boshladik. Ko'rib turibsiz, lekin herhalde muvaffaqiyatli bo'ldi. Kamchiliklar bo'lsa, to'g'riliq fikrlarni bersanglar bo'ldi. Bundan keyin shu tajribalarning asosida buni texim kengri bo'lgan sohalarga, masalan boshqa turlarga, anadan keyin boshqa kasbiy sohalarga balkim kengaytirishimiz mumkin. Bu yerda endi palarni chuqur ma'no qilamiz yoki buni qilmaymiz deb men bu yerda va'da berib yoki chuqur shunday men qilolmayman. Biz shu akademiyadagi kengash guruhidan muzokaralashib, pat yaqinda keyingi qadamdan keyin qaysi shaklda bo'lganligi, qaysi yo'nalishlar kengaytirganligimiz, qaysi cheklamalar yoki qaysi nimalarning bo'ldi, shartlarning bo'lganligini menimcha pat yaqinda e'lon qilamiz deb qarayman. Rahmat. Hammalarga ko'pdan ko'p rahmat vaqtini ajratib bugungi programmaga kelganlar uchun. Ishonman, cho'qim bu programma nurg'ulg'an qarindoshlarimizga bir umid bo'ldi. Bulapma ikki qarindoshlarimizniki o'qish hayoti olsun, tirishchanlik olsun, uzluksiz tirishninki natijasini qanday bo'lganligini o'zlarininki tadqiqot natijasi bilan isbotlabdi. Bu faqat bizniki yosh bolalar umidlar emas, hammalarga bir umid. Shundaqla hammalarga faxrlanadigan qiz yigitlarimiz. Sizlarga tekrar rahmat. Shundaqla buningdan keyingi tadqiqot hayotinglarniki texmi muvaffaqiyat bo'lishini millatimiz uchun kelgusida biz faxrlangandek dangliq tadqiqotchi bo'lishinglarni dunyoda umid qilamiz. Shundaqla salomatliginglarga, oilanglarning baxtli bo'lishiga tilakdoshligimizni bildiramiz. Barliq ko'rarman do'stlar, sizlarning vaqtinglarni ajratib bugungi programmamizni ko'rganlarga ko'pdan ko'p rahmat. Kelasi sonda ko'rishguncha hammalar Allohga emanet.